Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan mana shunaqa asal pinetgacha to'qishni o'rganamiz. Bu uchun bizga 2 xil ip kerak bo'ladi va krючок. Mana krючогim 2 razmerli. Xo'p, qizildan boshlaymiz. Bu pinetgacha asosan 3 oydan 6 oygacha oyoqchasi razmeriga qarab 1 yoshgacha to'g'ri keladi. Oldin zanjir olamiz. Bismillah. Zanjirni hamma har xil boshlaydi. Mana shunaqa boshlayman. Xo'p, 14 ta zanjir olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 ta. Mana buni qarasanglar. Bunaqa mana bu tomoni mana semizroq, bu tomoni ozg'inroq. Nima uchun unaqa? Oyoq kiyim, oddiy o'zimiz oyoq kiyimlarga ham e'tibor bersanglar, mana bu barmoqlarimiz turadigan joyi semizroq bo'ladi. Oyog'imizga ham, o'zimiz oyoq kiyimda ham va bu tovonimiz tomon ozg'inroq bo'ladi. O'shani hisobiga shunaqa qilingan va bu yerda ko'paytirishlar bor. Xo'p, ko'paytirishlarni ham men sizlarga o'rgatib o'taman qizim. 14 ta oldik va 3 ta ko'tarib olishga ham olamiz. 1, 2, 3 va bitta naket olib, mana bu yerdan 1, 2, 3, 4-petliyaga kiramiz. Ya'ni zanjirchani bir tomonidan mana qaranglar. Bir tomonidan kirib, yana zanjir olib chiqasizlar. Bunaqa tortib olasizlar. Ikkitasidan keyin ikkitasidan va mana shunga yana bitta to'qiymiz. Ya'ni ko'paytirish qilamiz. Mana. Xo'p. 2, 3. Mana shu birinchi petliyaga, birinchi zanjirchaga 3 ta to'qiymiz. Keyingisiga 2 ta to'qiymiz. 1, 2 mana. Keyingisiga yana 2 ta. E'tibor beringlar, faqat bir tomonidan to'qiyapman. Mana bu oxirigacha endi bittadan to'qib kelasizlar va oxirgisiga 7 ta to'qiymiz. Shu joyda ko'rishamiz sizlar bilan.